Ya miyan bakka bulan. Bulan. You are the CCP dogs! CCP dogs! CCP dogs! Shame on you! Torture made in China! Nazi camps made in China! Shame, China, shame! Shame, China, shame! All you people are cowards! Should I get basic? Münafık! Münafık, hayır! Haramlı boğaz! Münafık! Çıkarmadın şey alamam boğaz! Validen kapıcı kırlar! Yüz yıkma! Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Hazır ben muşu bugün bana yukarı koydunlar. Avustralya'daki Adlay şehrinde Xitay yeni konsulxanasının kuruluş münasebeti bilen şu yerdeki qarindaşlarımız, şu yer teşkilatlarımız birleşip bir şekilde bu Xitayga qarşı, yani Xitayning irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi ve şu joydagi yerli xalqlar bilan birleşip bir şekilde namoyish qilganligini ko'rdik. Allah razı olsun deyman, nayet yaxshi şekilde namoyishlarni elib beribdi. Qarindoshlarimiz nayeti. Şunun bilan birga u yerda şu Xalida degan bir eti Uyg'ur, qiyni buzuq bir jasusniki şeyga xizmat qilib shu elchixonaning etilishini borganligidek xabarlarni ko'rdik. Demak, bu Şinjan birleşmesi deb 2010-yili Avstraliyaning Adlay shahrida Xitoylar tarafidan maxsus planlıq şekilde kurulan bir teşkilat bu yerda Xitoylarni asos qilib turib, yalğanlardan bu Xitoylarga Şərq Türkistonda yaşayotgan Uyg'ur qatorliq Türkiy millatlarının kiyimlerini kiydirish bir şekilde yasash orqali anandan keyin bu yerda biz Şərq Türkistonliklarning nayiti Xitoyning himoyasida yaxshi yashayotgan baxtiyor ko'rinishini hosil qilish orqali Avstraliya hukumatini va xalqini aldayotganligidek bir işinin o'tirg'i chiqqanligini ko'ryapmiz. Buningda ismi Xalida ismli bu badbaxtning Xitoyning mushu birlashmasida nayiti muhim xizmatlarni elayotganligi, hatto muavini bo'lganlikdek bir xabarlarni anglayapmiz, uchurlarni. Buning asli Urumchidan Beyjingga o'qishga bir yerga berib, shu yerda bir Xitoy bilan to'y qilganligi
o Xitoy bilan to'y qilib Taylandga chiqqandan keyin Taylanddimi boshqa bir Xitoy bilan Tayland nüfusluq ama qiyni Xitoy birisi bilan to'y qilganligi uning bilan hozirmi shuning bilan uy tutayotganligi dek xabarlarni anglayotimiz. Demak bu şu Xitoyning qiynalishib ketgan, nidishib ketgan bir paskinlik ekanligi. Bunun izchil turda Uyg'urning ismi shaklida o'ttirg'i chiqib, Xitoylar uchun jon-dil bilan xizmat qilayotganligi o'ttirda. Endi buningki meningki kuzatishimcha bu Uyg'ur emas, qiyni buzuq. Belkim ya Rusning ya boshqa bir ismning changlashmasi bo'lishi mumkin, ammo ismi Uyg'ur bo'lganligi uchun buni bir shaklida Uyg'ur hem siyaqida Uyg'urning nimasi kirib olib turib millat tavalligiga Xitoylar uchun jon fidolik qilayotganligi ma'lum. Chunki biz Aqto'g'am shu nüfusluq, masalan Abduraqib bo'lsin, Juma Toyir bo'lsin, mushuning o'xshagan, Sabir Bug'da o'xshashlar bo'lsin, hammasining asli millatning Uyg'ur emasligi o'tirg'i chiqyapti-ku. Sabir Bug'daning tojik ekanligi ota-onasining uning o'tirda. Demak, bu masalan Shuhrat Zokirning shu demak ularning qiyni Uyg'urning qiyni yo'qchu. Ya boshqa burilishib ketgan, ya boshqa millatning qiyni ekanligi. Ularning shunga Xitoyga jon-dil bilan xizmat qilganligidek mundaq munofiqlik, o'sha qiynidan bo'lganligi o'tirda qarindoshlarim. Shunlashqa men bu Xolida deganninki qisqacha fikrlarini to'plaganligim uchun har birlari bilan o'rtoqlashgim keldi. Demak, bularninki Xitoy uchun bizning siyaqimizda Xitoy uchun jon fidolik bilan qilayotgan qadamlarni ko'rdingmi deb hozirga o'xshash bu Xitoyning Abdubashir ichilayotgan dunyo irqiy qirg'inchilik deb Xitoyga tamg'ini besayotgan bu mezgilda Xitoyning buningga o'xshagan Uyg'ur chiroyli, Uyg'ur ismlik insonlarni o'tirg'a chiqib xalqaroni aldamoqchi bo'lganligidek nimasi o'tirda. Demak, muajiratdagi mayli Avstraliyadagi bo'lsin, mayli butun dunyodagi qarindoshlarimizning o'tirg'a chiqib Xitoyning zulmini, shu yerda bo'layotgan qarindoshlarimiz qilayotgan zulmini bas-bas bilan pash qilishi, oshkor o'tirg'a chiqib guvohlik berishi orqasida Xitoyning dunyo oldida berbat bo'layotganligidek bir ahvolni ko'ryapmiz. Shunga o'xshagan shaklda buningga o'xshagan munofiqlikqa hech qachon fursat bermaymiz qarindoshlar. Nada bo'lsak shu urib desab, qo'g'labmish qarindoshlarimiz shunda adabini beribdi. Alloh rozi bo'lsin deyman. Nada bo'lsa munofiqninki har xil shaklda adabini berish hammamizning majburiyati, mas'uliyati deb qarayman qarindoshlar.